Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum obunachilar. 2026-yil 11-may. Xudo xolasa biz ishlarimizni allaqachon boshlab olganmiz. Sizlarga Gazablo sexidan gapiramiz akalar. Hop, bizim ish akamiz. Tentimiz unda. Hop, tentda hozirgi kunda 40-45-50 gradusga olib chiqib qo'yyapmiz issiqligi. O'zi tashqarilar ham o'sha darajaga borib qolyapti. Mana bugungi quyilgan qishlarimiz. Tana o'ta go'zal holatda, Xudo xolasa ertaga tayyor bo'ladi. Darimiz olsa kechagi ishlarimiz qattiqligi o'ta qattiq. Quyosh yopib chiqib qo'ydi to'g'langani. Razmerlarimiz o'sha 20-30-60 kimga zaril bo'lsa 10-30-60ligi ham bor. Bu tomonimizdagilar ham o'sha kechagilar. Kecha 10 ta qolib qo'ydi, bugun bilmayman, dangasalik qildikmikan, 6 ta qo'yibmiz xolos. Kimga zaril bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Gazablo qidirib yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yasizlar shu videomizni. Manzilimiz o'sha Yakatut 51-maktab 10 qo'lda keladi. Bu tomonimiz esa Akbarot Istaxonov chegarasidamiz, chap qo'llarida keladi akalar. Keyin bizda yangilik bor, ishxonamiz yoniga shu joyga suvarkaxona ochilgan. Kimga zaril bo'lsa, suvarka xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol shu akaga murojaat qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib beradi. Xudo xolasa o'ta go'zal holatda ishlarimizni bemalol murojaat qilaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.